Qadrdonlar, biz Marg'ilonga kelganmiz. Usta akamiz 2 xonali qo'yxona bilan to'q katalar narxini aytib beradilar. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xudo xolasa qo'yxonalarimiz razmerlari 1,5 metrga 1,5 metrli ikkita qo'chqorga moslangan. Tomlari yig'ilib sochiladigan holatda poni qo'yxonamiz razborka bo'ladi. Oltaxtalar sasma, ikkita qo'yida bemalol boqib, uyda hojakalarimiz bor. Shularga tavsiya qilib qolamiz. Bu qo'yxonalarimizning narxlari tomlari bilan poni komplekt holatda bitishi 2,4 mingga bityapti. Undan tashqari to'q katay so'raganlarga yozgi to'q kataylarimizdan qilib berganmiz. Taylarni bunaqangi yelin polli, go'nglari turib qolmaydigan holatda razborka bo'ladi. Eng muhimi qadrdonlar, hop, bularimizni narxlari 2,4 ming so'mdan chiqyapti. Undan tashqari hozirda bundan ham tayi patnisli, go'nglar tushib qolganda tayidan tortmanlar, hamda oxirlaridan ish kelganda ajralmaydigan holatda qilib yasab berganmiz. Mana bemalol tozalab turib, yana to'g'rilatar ekan, unaqa surib qo'ysa bo'ladi. Chiqadi. Bemalol razborka bo'ladi. Narxlari 2,650 ming so'm chiqyapti. Bundan tashqari eng so'nggi to'q katayimiz 1,5 metrga 1 metrli. Bunisi yig'ilib sochilmaydi. Arzon variantlaridan narxlar xudo xolasa 750 mingga tayyor bo'lyapti. Qiziqqanlarga pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Do'stlar, like bosib, usta akamizni qo'llab-quvvatlab boramiz. Sog' bo'lasizlar.